Assalamu alaykum, kanalına yaxşımı? Ben bugün sizlerge özü çürük, yeşik boğan bazardan hepimizekmi öyden özümüz işençilik kıla alaydıgan toxu paçıq emas, toxunun meşhurluk göşedin tox kızartması kılmakçı. Bunun için ben 500 gram tox kullandım. Yani işlettim. 4 tane tost ekmek kıldım. Bu ekmekten bu tarafını kesip ettim. Adı bilen bunu kıyma kılay. Bizning qiymimiz mana musharatı bo'ldi. Buni men ayrim bir dasqa to'kib olaman. Hammasini mushalatda qilib bir desimning ichiga to'kib olaman. Mana biz go'shtimizni mushalatda qiyma qilib oldik. Endi men bu nenimning atrofini mana kesib etib mushalatda to'st ekmegini to'g'rab oldim. Buni qiyma qilaman. Buni qiyma qilib shu to'qining ustiga qo'yaman. Mana bizning nenimiz bo'ldi. Endi buni men to'qam qiyma qilib olgan to'qining ustiga to'kaman. Mushalatda bo'ldi. Endi buningga samsaq bilan zencefilni ezib buni masalaman. Mana buni ezib oldik. Mushuni shu aralashmamizning ustiga to'kamiz buni. Mushalat qilib oldim. Endi men buningga bir çay qoshiq tuz, qarmoch, zira. Ziramni mazroq solay. O'zib qolamiz. Anadan keyin zaytun yog'idan az miqdorda zaytun yog'i normal yaqilsan bo'ladi. Qilib mushularni qo'lda yugurish orqali xamir oldiga kelamiz. Mana biz xamir oldiga akab bo'ldik. Endi men bir qachiga shiktal tuxum chekdim. Buning ichiga muvafiq miqdorda sut qo'yaman, sovuq sut. Sut qo'yib yaxshi aralashtirib olaman. Anadan keyin bir qachiga galeta uni ishlatdim. Qo'llandim deb aytib, og'zim ketdi, kechiringlar. Buningga bo'lib o'zinglar uyda nanonimizni ezib qilsanglar bo'laveradi. Men shuni ishlatdim. Marketlarni topa olasizlar. Men bu xaltali holatda buni oldim. Marketlarda jiq bu. Buni mushalatda qilib oldim. Bu tayyor bo'ldi. Buni men to'kib oldim. Endi buni men chaplashib qolmaslik uchun maylab turib qo'limni mana bu mayda yakimiz ustiga sekib turtamma bo'ladi. Maylab turib bizroq holatga akilaman, tekshir holatga. Mana bu holatda qilib oldim to'qining go'shini. Endi biz o'zimiz yaxshi ko'rgan shaklda kesib olsak bo'ladi. Men 4 bujak shaklda kesim buni. Agar yumaloq qilamsizlar, o'zingizlar yaxshi ko'rgan shaklda kessanglar bo'ladi. Mana mushalat qilib oldim. Buni men oldi bilan tuxumga chilayman. Anadan keyin buni tuxumga chilab oldik. Anadan keyin galeta unimizga chilaymiz. Tuxumga chilab oldik. Endi biz buni galeta unimizga chilaymiz. Chilab bir qachimizga masalan tizib bo'lgandan keyin andin sog'atimiz buni. Mana ben bu kesib olgan to'qamni to'p-to'plab ostini qog'ozga tizib oldim. Oson sog'atay deb. Endi men bu tavanning ichiga yog' qo'yib, o'timni echib qizitdim. Qazimga may qo'ydim. Bu qiziydi. Bu yerda bolarim bilan sal oldi-keyri bo'lib ketgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Bolarim mana mayimiz qizib atadi. Şimdi bolarim men nima ish qilsam billa qilib televizor ko'rmaydi. Shuning uchun sal nim bo'lib qoldi. To'g'ri tushunasizlar. Bu yamqi qozonimga suv temib ketganligi uchun men boshqa tavuqqa nima qildim? Suv temib ketib, bek chachrab ketdi degandek. Shuni qizitamiz. Mana sog'atay.
Çoxum bunu saatqa vaxtınlarda yığınlar, yaxşı qızğan buluş kerak. Anandan keyin muşu çöküş kerak. Töv astı üstü yaxşı qızırış üçün. Köydonlar qızarğan haltını hazır qızırıvatıdı. Muş aletli qızsınlar. Bunları pişik mana köydonlar ama muş aletli qızırdı. Mana köydonlardek muş aletde sağalı şunçalık çürük çıkıdı. Mana ikinci qatımlıqını saldım. Bunu pişivatıdı. Mana muş aletde pişivatıdı. Köydonlarım bunu muşunlaq çürük aletde çıktı. Zaten bunu men sizlarga kesip ko'rsatdim ben. Mana bizning muş aletde tayyor bo'ldi. Muş aletde uyda qilib bersanglar bo'ldi bolaringlarga. Bayam deyishni unutib qoldim buningga nima solib bersanglar bekor xiyishlik bo'ldi. Tetim su jon yo'q ya'ni.